Assalomu alaykum. Mana bu kolonna serdechnik deydi. Mana shuni bittada quyib, ham kolonna bilan quyadigan qolip masalasini ham ko'rib chiqsa bo'ladi. Bu ham juda arzon hamda tez bitadigan narsa. Buni qoliplari bor. Qoliplarni qo'yib, ichiga armatura to'qib, quyib yuborilsa, shu qolipi как apalovka vazifasini bajaradi. Shunda bu narsa birato'la bitib kolonna ham bittada ichida bo'lib ketadi. Ana o'shanda yo truba qo'yib yoki kolonna qo'yib ustidan обшивать qilinmaydi, hech narsa bilan o'zi bittada tayyor bo'lib chiqadi. Faqat bo'yab qo'yilsa bo'ladi shunda. 1 metri 170 mingdan boshlanar ekan 250 minggacha. Mana shu pastdan 1 metr. Masalan 4 metr bo'lsa 1 millionlar nari berisiga borar ekan. Ish haqisini o'zi bu. Materialdan tashqari. Yaxshi variant shuni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi agar kim mana shunaqa ustunli joylar qotgan bo'lsa, birato'la bitib chiqib ketar ekan. Buni ham bir 100 dan ortiq har xil qoliplari bor ekan.